Uyda Intex basseyni bor akalarim, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Ko'p talablarga binoan PSU modelimizni yana sotuvga olib keldik. Bu modelimizda kichkina fontanchalari bor, ya'ni 1/2, 1/1 yoki bo'lmasa filtrsiz Intex'i bor akalarim. Undan tashqari vodopad qilgan akalarimga zo'r yechim hisoblanadi. Bu jajji filtrimizga bor yo'g'i 17 kilo qum ketadi. Bu filtrimizni jajjiligiga qaramanglar. Buni 10 kubigacha bo'lgan basseyn fontanlarimizga ham qo'ysa bo'ladi. Bu kichkintoyimizning eng katta yutug'i Intex'ga to'g'ridan to'g'ri tushadigan perihodnigi bor. Undan tashqari, agar sizni turbingiz 50 litalik bo'lib, lekin kubaturasi kichkina bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri rakor burasangiz ham bo'ladi. Bu jajji filtrimiz selektori 4 pog'onali hisoblanadi. Undan tashqari o'zini davleniyasini ko'rsatib turadigan manometri ham bor. Komplektida chiqadigan nasosimiz 220 voltda ishlaydi. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli va kafolatli tovarlar kerak bo'lsa, Emaox do'koniga tashrif buyuring.